oshqozonni oldirib ozish. Ayollarimiz ko'pchilik hozir qilishyapti, oshqozon kichraytirib vazirligini yo'qotishyapti. Va ular bilasiz, birdaniga tez ko'p vazn tashishadi, o'sha hisobdan yuzligi osilib ketadi. Yuzligi osilgan, yog'li erigan va yoshligi juda ham katta ko'ringan. Bularga uy sharoitida o'zligi massaj qilib ko'rishadi, kolagel ishib ko'rishadi. To'g'ri yordam beradi, lekin o'sha osilib qolgan, yumshab qolgan yuzga molding iplarini tavsiya qilgan bo'lardim. Molding iplarini qo'yganimizda yuzimizda karkas hosil qilib, yuzimizni plotnilashtiradi, osilgalarini bittada zo'r ketkazib beradi. Har xil muolajalar olib ko'rishyapti-da. Ko'pchilik men bitta o'zimni tanishimda ko'rdim. Yuzlari osilgan, tinmay beretrizant olyaptilar. Beretrizant aytayotdi. Qomatim juda ham chiroyli bo'lyapti, lekin yuzim ishib ketyapti. Aytibman. Tinmay beretrizant olyapsiz. To'xtating. Yuzingiz yana shiraveryapti. Yuzingiz bo'shmi? Bo'sh holatdan sekin ko'tarib olamiz molding iplari orqali yoki plastik operatsiya qildirish kerak ochuvchasiga. Yoki molding iplarini qo'ydirish kerak. Yuzimizda karkas hosil qilib, yuzimizni tarang qilib, osilishlarini ketkazib, keyinchalik ham, chunki ular bilasiz, oyma-oyga yana vес tashishadi, to'g'rimi? Da. Keyinchalik ham yuzligi osilishga moyil bo'lib qolmaydi.